Mana Makka sota akalar ukalar. Keng, bu yoqqa aparativ. Mana bu yerda Makka sotani talaysiz, mana bu o'zi talayotgan joyi bor, profilni ichidan. Makka 100% ol. Makkadan problema yo'q. Makkada umuman problema yo'q. Shuncha bo'ladi, undan ziyod bo'lmaydi. Shunday. Mana. Bemalol qursa bo'ladi samonga. Ha, bemalol qursa bo'ladi. Bemalol samonga sepib beradi. Ukalar mana bu bug'doy. Bu bug'doy. Bo'lar shuncha chiqqandan keyin. Nima kam bor? Ha, ye. Mana qarang, mana. Birinchi chiqqani mana. Mana. Mana 10 bo'lgan pastda mana. Men aytdim, bu kebak bo'lishi aniq 100%, lekin 10 bo'lmaydi. Lekin buni kebak bo'lishi aniq. Yeri 5 sort ekan. Yeri 5 sort bor. Mana qarang, 5 sort. Shunday. Xo'p, ana endi hojiba odamlarga o'zingizning fikringiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz odamlar. Mana bugun Qizilobod TV kanali uyimizga drabilka olib keldi. Chirik setiga keldi. Chirik setiga keldi bugun. Mana chiqarib ko'rdik, yaxshi. Makkani chiqarib ko'rdik, poyasini. O'mbay chiqarib ko'rdik. Yana tashladik. Sotani tashladik, bug'doyni tashladik. Endi shuncha bo'ladi, bundan ziyod bo'lmaydi. Molga berasiz, moldan nuqson chiqmaydi. Juda bir yaxshi narsa ekanda endi bu. Endi gap bitta kerak bu shu narsa, nima deb kerak. Endi bu moli bor odamga kerak. Misol hozir qarang, mana shu G'ombayda taylayapman, mol qur barigin jedi isibgarchilik bo'lyapti. Hozir mana buni taylaymiz molga. Mol nima deyotganini o'zi bilmaydi. Mana hozir hoji bobomiz hop, mana to'ralgan narsalarni, silishgan narsalarimizni molga beryapti. Sen ulan oyağını olsa tortib delemedi hoji bobo. Shunday qarang. Kayf qildingmi? Bir tovoq berib qo'ysa, avitkada jitadi bitta molga. Assalomu alaykum. Bizning kuzatib borayotgan qadrli YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar. Mana bugun men Chirik setiga keldim akalar, ukalar. Chirik setidan mana hoji bobomizning xonadoniga keldim. Assalomu alaykum. Hoji bobo, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Mana hoji bobomiz ishonib mana shu drabilkani zakaz qildi uyiga. Hali ishlatib ko'rganimiz yo'q. Mana hashaklarni sotaliq makkayni olib keldi. Mana sotaliq makkay bitta to'la mana. Sotaliq makkay 5-6 taktikin bug'doy ham bor. Albatta makkayni o'zi bo'lsa ham, urug'ni o'zi bo'lsa ham bo'ladi. Shuni o'zi ko'rsatsam sizga o'zi ko'nglingiz tinchiydi. Mana o'tganda eng katta narsalarda bular asosiy. Keyin mana sotani yulib olgan ekan, makkayni poyasi qoladi. Eng katta narsa mana shu narsalarda. Mana mol yeb qo'ya olmaydi mana shu narsalar. Mana shu narsalarni biz servis qilib chiqarib beramiz shu drabilkadan. Molga ekonomishni, moldan isirgarchilik bo'lmaydi akalar, ukalar. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. 220 tukka ishlaydi. Bir faz akalar, yana 2. Hozir biz ko'p gapiramiz hoji bobo, ishni boshlaylik. To'g'rimi? Ha, ishni boshlaymiz. Hoji bobomiz o'zi ham ishonib zakaz qildi. Shu aniqmi shu narsalarni, olgan narsalarni debadi. Hozir ko'ramiz. Hoji bobomiz bilsa deydi. Ya qabul qiladi, qo'ytab jo'natchilar. Ya qabul qilamiz, inshaalloh qabul qilamiz. Xo'p, nimani boshlaymiz hoji bobo? Birinchi o'zingiz gaping. Birinchi Makkadan boshlayapman. Sota Makkadan, ha? Sota Makkadan boshlaymiz. Bo'ldi, tamom. Xo'p, birinchi kuni, ikkinchi ko'zi, buni birinchi ko'zi. Xo'p, keyin bu yerda 4 ta setkasi bo'ladi. Mana o'zida bitta setkasi bor, mana yerda 3 ta setkasi bor akalar. Xo'p, birinchisi bug'doyda jorma qiladi, kiba qiladi bug'doy. Ko'plar aytadi, un qilama bug'doy. Yo'q, akalar, tigirman un qiladi, bu un qilolmaydi. Faqat bu molga kiba qilib chiqarib beradi, gapga javob. Ikkinchisi makkayni jorma qiladi va kiba qilib chiqarib beradi molga. Mol uchun bu, faqat mol uchun. Bunisi hashakni talaysiz, mana shu hashakni talaysiz akalar, ukalar. Polni samondan moyda qilib chiqarib beradi. Mol jetgan qilib beradi yana 2. Xo'p, hoji bobo. Bunga bir nima kerakmi o'ziga?
Kimki zakaz qilib olsa, ekranda ko'rib turgan telefon nomeriga telefon qilasizlar. Ha, mana yerga xo'p, birinchi ku setkamni 2 xildada. Buni kattaragi makkayni selish qiladi. Biz mana maydasi bilan chiqarib ko'rsataylik sizga. Bug'doydagi bilan. Xo'p, hozir Hoji bobo mana moyda ko'zisi, 2 ko'zi, 2 nomati borda mana. Moydaroq ko'zi bug'doyda kibaq qiladi. Ha, bug'doyda kibaq qiladi moydaroq ko'zi. Ammo kattaroq ko'zi bo'lsa makkayni jormoq kibaq qilib chiqarib beradi bu. Biz hozir buni shunisi bilan taylab ko'ramiz. Makkayniki. Biz makkay taylamoqchimiz, makkay sotamiz. Hozir biz makkay sota taylamoqchimiz, ko'rsatamiz. Jo'g'asiz. Jo'qqaningizdan keyin ishlaydi. Mana bu yerda dachni ko'rsatyapti. 214 ko'rsatyapti. Bu kelib turishi u yoqdan. Xo'p, Hoji bobo, keyin buni qo'yasiz. Buni qo'yasiz. Bosib qo'yasizda, buni bir javob qo'yasiz. Makka taylagan, bug'doy taylagandan ham taylaysiz. Tegirmon. Menidan taylab turamiz. Jo'g'an qanani? Mana makka sota akalar. Keng, bu yoqqa aparativ. Mana bu yerda makka sotani taylaysizlar. Mana o'zi taylayotgan joyi bor, profilni ichidan. Bismillah. Hop, o'chira. Buni ko'ring. Siz buyani ko'ring. Agar endi buni biz sitka bilan chiqarayotgan bo'lsa Hoji bobo, bundan ham milka qilib chiqarib beradi-da. Bug'doyniki bilan chiqarib. Bug'doyniki bilan chiqarsa ham bo'ladi. Jorma ekan. Mana jorma shuncha chiqaravermagan nima? Shunday. Asosiy mana shu narsa edi xalqqa qiziq. Sutani talasa chiqaradimi, yo'qmi degan aka-ukalarimiz mana o'zingiz kodlaringiz 100% chiqarayotgan narsa, bo'layotgan narsa. Faqat buni tushunib olib, ishiga tushirib olguncha. Mana ko'ryapsizlar o'zlaringiz. Zakonni. Ana endi biz hozir hashaklik makkay emas, sutaliq makkayning poyasini tashlab ko'rsatamiz. Bu ham qattiq narsa. Bug'doy ko'rsatamizmi? Mayli, farqi yo'q. Mayli, az bug'doyni chiqarib ko'rsataylik, lutcha. Keyin oxirida hashaklik makkayni chiqaramiz. Videomiz kuzatib borishda davom etingizlar. Ular mana bug'doy. Bu bug'doy. Endi yaqinroq keling. Mana bu narsa abzatli buni yopish kerak. Yopmasa buni bug'doy shora tushib ketadi-da, jonga jorma qilib taylaydi bug'doyni. Kiba holatiga olib kelish uchun nosal nima ushlab turish kerak. Minas bug'doyni solamiz. Buni to'g'rilab shuni ushlab turing, o'ynab ketmasin. Bu jo'qsangiz ham bo'ladi bemalol. Mana akalar bug'doy masalasiga kelganda, bug'doy masalasini lekin Makkada hech chiqarmaydi bug'doy masalasi. U tegirmon ishlatib yurgan aka-ukalarimiz sirasi tushunadi. Chunki deganda Makkaga qaraganda bug'doy bir barobar qattiqda. Shuning uchun sekin-sekin talab turish kerak bu narsani. Mana hozir ko'rsatamiz yana bir. Hoji bobo ko'ringan. Yo, bismillah. Bu qaracha aniq 100% kiba qilib beradi. Bo'lar shuncha chiqqandan keyin. Yaxshi. Mana qarang. Mana birinchi chiqqani mana. Mana. Mana 10 bo'lgan pastda mana. Men aytdim, bu kebak bo'lishi aniq 100%, lekin 10 bo'lmaydi. Lekin buni kebak bo'lishi aniq. 500 sort ekan. Yeri 5 sort bor. Buna qarang, 5 sort.
Shunday. Ya mana buni yana bir tayyorlab olasiz, bu kiyib qo'yadi. Yana bir tilasan, un bo'lib ketaveradi. Ha. bo'lib qolgan. Keyin operatorga ko'rsating. Mana 10 bo'lib qolgan, buni ko'ryapsiz. 10 bo'lib qolgan. Mana. Bo'ldi 10 bo'lib qolgan. Bo'ldi 10 bo'lib qolgan. Xo'p. Endi mahkam taylab ko'ramiz. Ehtimol ketaversin. Mahkam taylab. Birdan o'z sekretni joyi nima bo'layotgan joyi yo'q buni. Ochiqchan bo'layotgan ish. Masalan, men bugun xalqda aldab hoji bor, masalan, hoji bor siz zo'r deb nima qani ol, masalan, xalqda aldamash kerak. Xalqda oldiga chiqqanda xalqda aldamash kerak. To'g'risini aytish kerak. Ha, xalqqa aldamash kerak. Chunki xalq ko'rish kerak buni. Hashak shuna baylab qo'ying, hashak chiqaramiz, hashak shuni ichiga tushadi. Mana YouTube kuzatib turgan aka-ukalarimiz, endi biz hashaklik makkayni sotasini, hashaklik makkayni sotasini hozir poyasini chiqarib ko'rsatamiz. Buni olib taylaymiz, keyin keramiz biz. Makka turibdi qoldi. Yo'q, makkani chiqardi. Makkani tirlay chiqardik. Jivoyi. Jivoyi bo'lsa ham chiqaramiz, farqi yo'q. Mana bu yoqda makkani ham chiqaradi. Mayli. Sitka joyida turibdi. Bosing. Bismillah. Taylama oldim. Taylang ha. Ana endi zavod qilmoqchi bu. Mana akalar, va nihoyat mana makkayni ham xo'p yormoqligiga umiddamiz. Hoji bu ko'rsating o'zingiz. Xo'p, porlash ko'rsatak. Bir xil qilib mana. Makka 100% ol. Makkadan problema yo'q. Makkada umuman problema yo'q. Shuncha bo'ladi, undan ziyod bo'lmaydi. Shunday, Makkada umuman problema yo'q. Undan ziyod bo'lmaydi. Shuncha chiqargan ekan, nima qilamiz? Shunday, ha. Havonga bemalol mana bemalol qo'shib bo'ladi havonga. Ha, bemalol qo'shsa bo'ladi. Bemalol havonga sepib beradi. Asta-asta taylab turishga biz ham shoshilyapmiz, sal tezroq tayyorlayapmiz. Endi o'zingiz bir marta chiqarasiz, ikkinchi marta o'zingiz urganib ketasiz. Makka sultoni olgan Tumarjonimiz qaysi edi? Makka sultoni bo'ladi. Bu Makka sultoni poyasi qattiq narsa. Hozir tashlab ko'rsatamiz. Dirabika keyin mana ko'g'utdan bor ekan. Ko'g'utni ham tashlaymiz. Bomboy mana shunday narsa ekan. Xo'p, hojibo zavodi qing. Hojibo oching. Mana akalar o'zingiz ko'rdilaringiz. Ko'g'utni ham tayladik, bug'doyni ham tayladik, Makka sultoni poyasini ham tayladik. Qattiq narsalarda. Hozir bitta narsani aytaman hojibo. Mana. Marhamat. Mana ko'ringizlar mana. Qoldi mana.
Somon qilib Katta narsani hashaklik sutoliq makani poyasini ko'ryapsizlar qayerdalardi. Mol yetgan qilib berdi. Tagini chiqaring. Tagini ham polni chiqaring, что tagi. Sota makaniga. Sota makaniki bu oralash, o'nboy. Ana shunday qilib molga, ana shunday aldab berish kerak o'zi asli molga. O'rlashtirib bersak, mol kelib qo'yadi. Mol nima deyotganini bilmaydi ham. Keyin hojibo bitta narsani o'chishdan chiqibdi. Faqat bunosini olib taylaysiz, o'ch chiqarayotganda buni. Ko'g'utda chiqarsa buni olib taylang. Chunki deganda buni dvoyna bo'lib qoldi-da hozir. O'zida ham setkasi bor chunki deganda. Chunki buni ko'gut uzilishi qiyin. Ha, ko'gutga olib kelaymiz setkasini. Ha, hashak-pashaka buni dvoyna qilib urayvering. Xo'p, ana endi hojibo odamlarga o'zingizning fikringiz. Mana Assalomu alaykum, hurmatli aziz odamlar. Mana bugun Qizilobod TV kanali uyimizga travel qildi. chirik setiga keldi. Chirik setiga keldi bugun. Mana chiqarib ko'rdik, yaxshi. Makkani chiqarib ko'rdik, poyasini. O'nbay chiqarib ko'rdik. Yana tashladik. sotani tashladik, bug'doyni tashladik. Uning ustiga yana g'o'mbay tashladik. Mana hammasini yaxshi umma qilib chiqarib berdi. Endi shuncha bo'ladi, bundan ziyod bo'lmaydi. Molga berasiz, moldan nuqson chiqmaydi. Juda bir yaxshi narsa ekanda endi bu. Endi gap bitta kerak bu shu narsa, nima deb kerak. Endi bu moli bor odamga kerak. Misol hozir qarang, mana shu g'o'mbayni taylayapman, mol qur barigin jedi isibgarchilik bo'lyapti. Hozir mana buni taylaymiz molga. Mol nima deyotganini o'zi bilmaydi. Shunday o'rlashib ketgan bo'ladi-eng. Temol yana oralashib ketdi hammasi. Ha shuncha bo'ladi, bundan ziyod bo'lmaydi. Elonimi hojibo? Bu kartoshkani poyasi. Kartoshkani poyasini buklab tashlayverasiz. Buni ham tashlayveramiz. Kartoshkani olib tamom, bitta xizmat sho'rlarni olib kelasiz. Tamam. Chetga olib kelib, pul narsani taylayvering. Asta-asta taylang, so'ng nagozga bermas bo'ladi. Ha, rahmat. Mana aziz odamlar, kimni moli bo'lsa, mollaringiz bo'lsa, mana olsalaringiz baraka topasizlar. Shunday. O'zlari uyiga olib kelib, o'rnatib, uyga o'rnatib bergan yaxshimi aka, uyda yaxshimi aka? endi o'zingiz olib kelib qo'yib, o'rnatib, tushuntirib bersangiz yaxshi bo'ladi. Agar men sizga hozir aka o'zim borib olaman deb 200 so'mga qaraganimda buni men ishlata olmas edim. Shunday. Misol setkasi to'g'ri kelmay qoladi, misol almashib ketadi setkalari. Shuning uchun o'zingiz olib kelib ko'rsatib, endi sizga boshqa hammani uyda ham erkak kishi yo'q-da. Masalan, bir yosh bola bo'ladi, 8-9 ta bolaga o'rgatib ketish kerak, obязательно. Shunday. Tushunmay nocha qo'l tiqib yuborishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shu mavzudan pastga qo'lni kirgizmash kerak. Bitta talab turishi, tamom. Shunda o'zi pastga tushsangiz tortib ketadi, nima? O'z nima bo'lsa shak-bashak bo'lsa. Mana hozir hoji bobomiz hop, mana to'ralgan narsalarni, silishgan narsalarimizni molga beryapti. Shunday. Iloj yo'q-da buni isirib qo'yishdan bo'lak iloj yo'q, isirib qilolmaydi mol buni. Mana mol deyishi zakonni san bilan oyog'ini olsa tortib delamaydi hoji bu. Shunday qarang. Kayf qildi. Bir tovoq berib qo'ysa, avitkada jitadi bitta molga. Mana zakonni. Ajoyib ekan. Ha, gap yo'q. Baraka topasizlar.